Alo. Salom alaykum. Alaykum assalom. Sizmi? Ha, men. Men Navoiy viloyati Qadr tumanidanman-da. Tushunmadim. Men Navoiy viloyati Qadr tumanidan telefon qilyapman, qo'ng'iroq qilyapman. Hop. Bultur 2024-yil Qo'qonlik ta'birchi YouTube'da ko'rib, sizlarni ko'rdim. Hop. Lekin shunday bir yildan ziyod bo'ldi. Son sanalarim singan. Oyoqlarimga temir qo'yilgan. Shuni borsam, YouTube'da ko'ryapman sizni. Ko'p odamlarga bo'lar ekan. Shu borsam men ham yurib ketamanmi qo'shiqqa asosiyatli kelavering dedi. Faqat Kim aytdi? Unda telefonidagi bolalar aytdimi? bir qiz bola. Hop. Keyin menga kelavering dedi. Faqat dedi, toma bo'lmasi kerak. Yo'q, toma emas dedim. Yiqilib shunday qo'ydim dedim. Kelavering bizdan yurib ketardi. Keyin men o'g'ilga aytdim, o'g'lim sho'gan jondan boshdan ketgan degan meni bir kuyov bilan keyin ketdik. O'g'ilga ketdik. Yoshim tomoshlagan. Ko'p azoblar yeb bordik. Borsam odam nihoyatda ko'p ekan. Terasaga bor ekan, terasaga meni kirdik. Sizdan yuzlab odam o'tirdim. Oxiri menga keldi, boshim abitdan yana bir yaxshi ta'sir qilyapti dedi. Bilmadim. O'zi aytdimi, yaxshi ta'sir qilyapti deb Iqbolda? Ha, keyin abitdan kelyapti yana bir. Sakallı bala var ekan, 100 mingdan tep chiqdi. 1.8 odam bor ekan. O'zim kirgan bo'ldi. Men abitdan soat 3larda bordim. Endi ichkari kirmaganda dalada stolda o'tirdim. O'tirdim. Endi bir majburlar kelyapti, yarvatada, qo'shiqda, otaxonlar, onaxonlar va qatorga o'tirdik. Yana shu og'al yana boshimga qo'lini qo'yib, sizga bu ta'sir qilyapti dedi. Bu qanday ta'sir qiladi? Sizni aytsangiz, ta'sir qilgan qilganligini sizni bilmayman dedi. Ora o'rib ketyapti dedi. Yana 100 mingdan oldim, 100 mingdan. Qayerdan 100 ming? Qayerdan 100 ming oldim. Men takat yozdirib olyapti. Agar mendan o'sha ta'sir qilincha pishtonchadan nojo'ya harakatlar bo'lsa, qanday davoyim yo'q. Keyin bu ixtiyorimdan takat yozdirib olyapti. 2 milliondan zaratga tushib keldik endi. Qanchaga? 2,5 millionga ketdi endi. 2,5 million ketdi. Necha kishiga endi u? Bir kishiga kirdik. Abitanga yana kirdim. Keyin 10 kun olishingiz kerak edi. 10 kun dedi. Kvartirada o'tiramiz, kvartira to'ldiramiz. Lekin biz mas'ul yotamiz. Kvartira necha yillik. Dalada yotamiz dedi. Bundan keyin bo'yicha azoblarni yeb, boyagi keldik. Uyga kelgandan og'irlashdi, nakar og'irlashdi. Hozir 2 yil fevralda masalan ayam singan bo'lsa, 2 yil 2 oy 3 oy bo'lyapti hozir. Vaqtdan. Ko'p qidirdim topolmadim. Bugun ertaga o'tdim. Telefonni so'ragan ekan. Men to'g'ri qo'ng'iroq qilyapman-da. Bo'l, aka, endi shunaqa o'shani reklamasini ko'rib odamlar ishonib qolyapti-da. Ha, shu reklamasini ko'rib ishondik, u o'zini odamlar ekan. O'shanaqa. Endi aka, shifoni o'sha doktorlardan izlavering, aka. Yaxshi doktorni topsangiz, yaxshi doktorlar davolaydi xudo xolasa har qanday narsani. Ha, doktorga bordim. Endi protes qilamiz dedi. Lekin u o'sha insonga, o'sha bemorga to'g'ri kelsa, u ana qilakan. Bo'lmasa, madalakka ketgan u. O'shan dedi, sizga to'g'ri keladimi, men bilmayman dedi.
lekin qo'lda pul sarflamaydi dedi. 40 million chiqardi dedi. Ha. Lekin dedi bu 2 yillik bor, 3 yillik bor dedi. Ha. Agar sizga to'g'ri kelmasa dedi, madara ketsa dedi, qonish bo'lib ketadi. O'sha qo'ydirmagan ma'qul dedi. Bundan ham kelida turibsizlar. Endi shunaqa aka, odamlar yomon aldayapti, shu bizga ta'sir qilyapti aka. Shu bir ta'qizlar ham bor edi-da. Ha. Buni puli kerak emas bizga, masalan, degan xarajatimiz kerak emas. Yo'q, просто odamlar aldayap turganligi yomon bo'lyapti-da aka, mana ko'ryapsiz, Surxondaryodan bor. Hali pul ketadi, ag'da kasal qiynaladi uzoq yo'lga aka, shunaqa bo'lyapti-da. Ha, shuni shu odamga katta ta'sir qilyapti-da. Ha. Nima qiladi? O'zi aytdim, o'sha qizga. Keluvdim, yurib ketadi. Endi shunaqa qilib reklamalarni qilyapti. Aka, Alloh shifo bersin, o'zingizni ehtiyot qiling, shunaqa yolg'onchilarga ishonib qolmang. Ha.